Mana shuni yozib qo'ying Ergash aka. Mana katta qilib yozib qo'yganman. Shahboz Qarziyev baykot. Baykotda ishini qilmang Ergash aka. Shunchalikka boringizmi? Hisoblangchi qancha qarz bo'libman? 49 million 950 ming. Shuncha qarz bo'libdi, moddiy semichka bilan Morsdan. Qarang, bekorga aytmagan ekan, qarzni chaqiradi deb. Yaxshi ishmas qarz olish. Buni ham yozib qo'ying 50 million bo'ladi. Nima? Ha endi sizga oson bo'lsin deyapti Ergash aka. Aytingchi qancha qarzim bor edi? 49 million. Ko'rdingizmi, estalmaysiz? 50 million dengchi? 50 million. Bitta deysiz qolay, ko'rdingizmi? Yozib qo'ying. Onangning bir mana shu yomg'irda shitni oldi bekor turibmizda to'kuradi. Qishloqda o'zi to'k yo'q-ku? Ha, qishloq informatsion dasturlari. Bilasizlar? Boshqa bir narsa yo'qmi? Mana yomg'ir kallamga tar shapatlaganda tushyapti. Yomg'ir tugamay ekanmi? Bizda yomg'ir tugaydi, qoram tugaydi, lekin darvedlar tugamaydi. Realda o'yinni ko'ryapsizlarmi? Oxirgi payt umuman eplolmayapti. Ha, shu Realda borku Luiza Rasulovga o'xshataman. Nimaga? Qilgan ishlar hammasi orqaga ketyapti. Barsan Shahlo Ahmedovaga o'xshataman. Nimaga? Chiroyli o'ynaydi, to'pini ham ushlatmaydi. Va yangiliklar eshitdinglarmi? Ha. Endi Toshkentga kirayotganlar postga mashinani qo'yib, keyin o'zlari kirayotgan. Zo'r bo'pti-yu. Nimasi zo'r bo'pti? Endi o'zim bez probka emas, zax mashina haydayman. Mashining yo'q-ku. Unda zo'r bo'lmabdi. Ana 95 Jo'rabek deyishdingmi? Ha. Kreditga lab olibdi. Kreditga olgan bo'lsa o'ldi Jo'rabek. Jo'rabek emas, bank o'ldi, to'lamaydi u. Bo'ldi, erkak kishimizni g'iybat qilmaylik. Bir Jo'rabek, bir Jamshid, bir G'ulom deysanlar. G'ulomni aytmadik-ku. G'ulomni aytmadikmi? Yo'q. G'ulom ham qora sentragan kreditga o'ladi. Sindoshimiz Nargiz bor-ku. Yana yerdan qaytib ketdimi? Yo'q-da, eridan qaytmabdi. Qaytib kelgan pullarini yig'ibdi-da, Samarqandda uy olibdi. Yo'q. Zo'r joydan olibdi. Uydan uy olsang, uy olganlarchidan tanlab olayotganda 3 ta trekker, bitta bir xonali uy sovg'aga ber ekan. Endi oshirib yubordingiz. Ishonmaysanmi? Yur bu yoqqa, sen kutib tur, bir kun ertaga kelamiz. Mana o'sha joy. Samarqand sentrida yangi bulvar qurilyapti. Zo'r. Musikalniy fontani Dubaydagi musikalniy fontandan ham katta ekan. O'sha fontanning to'g'risida yangi bulvar turar joy majmuasi. Fontan to'g'risida bo'lsa, rosa qimmat bo'lsa kerak. Yo'q-da. Oylik to'lovi 3 milliondan boshlanadi ekan. Rosa qiziqib ketyapman, pulim bo'lmasa ham. Qiziqayotgan bo'lsang 21-dekabr kun soat 20:00 da Telegramda onlayn taqdimot bo'ladi. O'sha yerda batafsil ma'lumot olamiz. Telegram kanaliga ulan olamiz. Samarqand sayqali Ruiy Zaminov. Opa. Seni qishlog'ingda na gaz xas, na svet xas. Opa! Vasimichka. Ko'rdingmi? Bu yoqda yomg'ir ham yo'q ekan, zo'r joy ekan. Ha, biz ham harakat qilib shunaqa uylardan olishimiz kerak. Qachongacha darmay buyuramiz? Siqilma jo'ra. Erkakda 15 kuni qorong'u, 15 kuni yorong'u. 335 kuni sorong'u demadi.